Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya desili Hacı Ruzi. Bugünkü İslah İşkemen 22. yıl 7. ayının 30. günü vatandaş. Endi vaziyet doğrusu da sizge gep kılsak. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasi boshlig'i Nancy Pelosi hanım Asiyaga ziyoratga chiqdi. Bugün 30 Muşu arlıqda Asiya ziyaretida Tayvanga kirib o'tmamdi degan masala hozir to'g'ri betlarda g'avg'o ko'taryapti. Bundan sizdan xabaringiz bor vatandoshim. Bugün şununla münasebetli leksiyalarni sizlarga topshiramiz. Bunun mavzu birinchi. Xo'shajin ozodlik armiya Nancy Pelosi o'ltirgan maxsus aeroplanni urib tushirdi. Oqibatga Amerika mas'ul dedi. Mavzuli xabar 7. ayning 29. kuni fan orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Xo'shajin bu Jungoda nashr qilingan Yer shari vaqt gazetining sobiq tahriri. Biz bu adam to'g'risi talay qatim so'zildik vatandoshlar. Amerika Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish mumkinligi to'g'risida Jungo Yer shari vaqt gazetining sobiq tahriri Xo'shajin targ'ib qilib, ozodlik armiya qattiq vosita qo'llanib Nancy Pelosi o'ltirgan Amerikaning harbiy aeroplanini qo'g'lib etdi. Agar qo'g'lib etish mumkin bo'lmasa, raketa etib Nancy Pelosi o'ltirgan harbiy aeroplanni urib tushirdi. Xo'shajin ogohlantirib mundaq dedi. Tayvan ozodlik armiyaning bir qator tadbirlarni cheklashga urinmasligi lozim. Harbiy to'qinish yuz berish va Tayvan bo'g'izida urush portlashdan saqlanish lozim. Xo'shajin 29. kuni yarim kechada o'zining undidori orqali mundaq ko'rsatdi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanga kiradigan bo'lsa, burunqi ahvollarga o'xshash Amerika harbiy taraf Nancy Pelosiga harbiy aeroplan o'rinlashtirdi. Undaq ahvol ostida dedi Xo'shajin, ozodlik armiyaning harbiy aeroplan chiqib, amra bo'lib uchib Tayvan havo bo'shlig'iga uchib berishini, Jungo harbiy aeroplanining Tayvan oroli havo tavalligidan namoyanda, ya'ni tarixiy namoyanda xarakterlik uchib o'tishini tashabbus qilma. Bu gazetning tahriri Xo'shajinning sobiq tahriri Xo'shajinning tashabbusi ekan vatandosh. Xo'shajin yana ilgirlab mundaq dedi. Agar Amerika harbiy aeroplanlari Nancy Pelosi o'ltirgan aeroplanni qo'g'dab uchadigan bo'lsa, undaqda Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilishning xarakteri yangidan o'rlaydi. Bu ochiq oshkora tajovuzchilik bo'ladi. Demak, Nancy Pelosi bir parlamentning boshlig'i Tayvanga ziyorat kelsa, buni Xo'shajin nima deydi ekan desangiz, ochiq oshkora tajovuzchilik bo'ladi. Xo'shajin mundaq hisobladi. Mundaq ahvol ostida ozodlik armiya qattiq vosita qo'llanib, Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi o'ltirgan harbiy aeroplanni qo'g'lib o'tishga huquqli. Avval har xil ogohlantirish berishlarni o'z ichiga oladi. Agar Amerika aeroplani yoki Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi o'ltirgan harbiy aeroplan Tayvan havo tavalligiga 12 mil oraliqda besib kiradi ekan, ozodlik armiya harbiy aeroplani Amerika aeroplaniga raketa etishga huquqli.
Amerika'nın hərbi aeroplanını ve Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi olturğan hərbi aeroplanını urab düşürüşke hukukluq. Biz Amerika tarafga aytib qo'yaylik deydi Jungo Yarshar vaqt gizlining sobiq tahriri Xo'shijin. Agar Amerika keskin ravishda Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi olturğan hərbi aeroplanını qo'g'dab Tayvanga keladigan, yoki Amerika aeroplanlari qo'g'dab Tayvanga keladigan, ular Jungo tarafdan havoda o'q chiqarishiga duch keladi. Bir tahrir hozir harbiy ishlar to'g'risida so'zlayotdi vatandosh. Bir davlatning hukumati yoki harbiy organlar emas. Hozir bir gizning tahriri so'zlayotdi. Shundaq bo'lsa, anglab qo'yinglar deb bu leksiyani sizlarga tanlab keldim vatandosh.